Assalomu alaykum. Ramazonman. Yaqinlashib qoldim. Kelib qoldim. Hamma tayyormi? Niyat esdan chiqmadimi? Eng oldin niyatni to'g'rilab olaylik. Ozish uchun emas, iftorlar, saharliklar uchun emas, savob uchun roza tutishni niyat qildim denglar. Ramazondan maqsad nafsni tiyish. Ramazonda ko'zni ham, quloqni ham, tilni ham tiyish kerak. Ochlikdan, chanqoqlikdan, sabrdan maqsad taqvo bo'lishi kerak. Men tinchlik oyman. Urushlarni to'xtating. Men xayr saxovat oyiman. Xotamtoy bo'ling. To'lib toshgan masjidlarni, tarovihlarni, xatmi Qur'onlarni, oradagi tasbihlarni sog'indim. Saharliklarni, iftorliklarni sog'indim. Saxovatli birodarlarimizdan fitr ehsonini qabul qilib olgan kambag'al muhtojlarni quvonch ko'z yoshlarini sog'indim. Idul fitrni, hayit bayramini sog'indim. Xullas, sizlarni rosa sog'inganman. Siz ham meni sog'indingizmi? Bir oygina mehmoningiz bo'laman. Menga munosib mezbon bo'la olasizmi? Yetkazayotganingga shukr. Manfaatli bo'lsin, Xayrli bo'lsin. muborak bo'lsin. Hammamizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Deyarli hammamiz bilgan inna lillahi va inna ilayhi roji'un degan oyati karima. Ko'pchiligimiz buni jo'natamiz gruppalarga, yo ko'ramiz, yo eshitamiz, yo o'qiymiz, telefonda aytamiz. Ammo tarjimasiga e'tibor bermaymiz. Tarjimasi biz Alloh taolonikimiz va Alloh taologa so'zsiz qaytamiz degan ma'no. Biz Allohnikimiz, biz Allohga qaytamiz. Asli kimdir dunyodan o'tdi, biz u odamga aytmoqchimiz. Lekin tarjimasida o'zimiz aytyapmiz. Biz Alloh taolonikimiz, Alloh taologa qaytamiz deb. Hasanul Basri rahmatullohi alayhi bir kishini ko'rdi, 60 ga kirgan insonni ko'rdilar-da. "Ey falonchi, nechiga kirdingiz?" 60 ga kirdim. Demak, sizni yashagan umringiz qolgan umringizdan ko'ra ko'proq ekan. Ko'pini yashab qo'yibsiz, ozginasi qolibdi. Deganda boyagi odam inna lillahi va inna ilayhi roji'un dedi. Shunda darrov Hasanul Basri rahmatullohi alayhi bunun ma'nosini bilasizmi dedi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un tafsirini bilasizmi deganda yo'q dedi. Hasanul Basri aytdilarki, buni ma'nosi, ya'ni biz Allohnikimiz, Allohga qaytamiz deganda ma'nosi Alloh taolo bizni ertaga so'roq savol qiladi degan ma'no chiqadi dedi. Shunda boyagi oqsoqol yoshi ulg'aygan kishi aytdiki, "Vamal hiyla, qanday yo'l tutaylik? Nima qilayin? Vamal najat, qanday qilib najot topamiz?" deganda, "Ahsin fima baqi." Umringizni qolganini go'zal o'tkazing. Yughfar fima mado. Oldin o'tgan vaqtlaringiz kechiriladi. Ya'ni 60 dan keyingi hayotingizni chiroyli o'tkazsangiz, 60 gacha bo'lgan gunohlaringizni Alloh taolo kechiradi dedi. Shuning uchun biz jamoatga aytardikki, inna lillahi va inna ilayhi roji'un faqat gruppada jo'natadigan, hali o'tgan yerda borib eslatib aytadigan yoki boshqa qiladigan narsa emas. O'zimizga aytyapmiz. Biz Allohnikimiz. Biz Allohga qaytamiz deyapmiz. Ona daryo oqyapti. Suv oqib ketaveradi. Umr shunday. Orqaga qaytmaydi hech. 1 minut ham qaytmaydi. 1 sekund ham qaytmaydi. Mana ko'rib turgan daryolar 1 litr ham, 1 metr ham orqaga qaytib ketmaydi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biz o'zimizni mulkimizga ega emasmiz. Jasadimizga ham xohlagan vaqtida Alloh taolo bizni qaytaradi. O'sha vaqtda biz inna ilayhi roji'un so'zsiz Allohga qaytamiz. Alloh taolo hammalarimizga o'zi bilan uchrashganda
xursand bo'ladigan uchrashuvlardan qilsin. Like tugmasini bosing. Shunda bu videoni ko'proq odam ko'radi. Obuna bo'lishni unutmang.